Pochcha sizmidingiz? Iya, Shahobiddin. O'z siz oldingiz shoshib kelyotgandim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmidi? Tinchlik emas, pochcha. Siz menga nima dedingiz? Nimani aytyapsiz? Shundaymi? Mashinaga o'tiring. Hammasini tushuntirib beraman yo'lda. Qizim, sazgina sabrli bo'l. Hamma oilada qiyinchilik, yo'qchilik bo'lib turadi. Ha deb eringga nolib yurmagin. Ozgina sabr qilsang o'tib ketadi. Yana mendan keyin keyinga gapirib yurma. Eshitdingmi? Shunaqa gaplar. Ana yuring, uyga kiramiz. Pochcha, Labi, bir minut shoshib turing, bu yoqqa qarang. Pochcha, mana shu narsalarni olib uyga olib kiring. Shahobiddin. Ovora bo'libsiz-da. Nimaga ovora bo'laman, pochcha? A yuring bo'lmasa o'zingiz ham. Shu bahona opingizni ham ko'rib chiqasiz. Shu gapingizga ham rahmat. Agar hozir bu narsalarni men olib kirsam, opamman. Burni ko'tariladi. Lekin hozir siz mana shu narsalarni uyga olib kirsangiz, opamman.